Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari, do'stlar. Xo'p, Andijon 1-qo'l ustakamizni do'koniga kelganmiz, do'stlar. Oshxona uguloylarimizni arzon va sifatlilarini, xo'p, videoni shoshmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolari, nimalar ishlatilgan sifatlari, razmerlarini hammasini bir chekkadan xudo xolsa sizlarga tushuntirib ketamiz, do'stlar. Avaz aka, assalomu alaykum. Ishlayapsizmi aka, charchamayapsizmi? Xo'p, bu uguloylarimizni aka razmerlari nechiga nechi va aka nimalar ishlatilgan? Nashetdan tortib, bu kechagacha 3 metr joyga tushadi. Aha. O chekkasigacha 2 metr joyga. Xo'p, 3 ga 2 metr ha. Uyni to'ra burchagiga aylanaveradi. To'ra burchagiga bo'ladi. Eng qizil qulay taraf to'l bo'ladan iborat. To'l bo'la. Bu burchagini bu yoqqa olsangiz, bu tomoni uzun bo'ladi, joyiga qaytarib qo'ysangiz, nari tomoni bo'ladi. Pampers prujinali bo'ladi. Pampers prujina va katta mehkiladi singari qo'l bo'lishlari ham bor, do'stlar. Bu yerda ancha muncha oshxonada yengil mehmonlar bo'lsa, kuzatsalar ham bo'laveradi. Ta'bir etganlar esa 4 tadan, stollar esa bonusga narxini necha pulga berasiz? Siz obunachilaringizdan chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa 1 million 300 ming so'mda Andijon qayergacha yetkazib beramiz. Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustunovkalar 3 million 300 ming so'm. Do'stlar, qarang yana, optim bo'lib ketdi, do'stlar. Boshqa viloyatlarda esa kelishilgan holatda yana arzonroq yo shopir gaplashib berasiz, yo o'rtada qilib chiqarib berasiz, do'stlar. Men ko'p klientlarimiz ham Samarqand, Buxoro, Toshkentdan bo'lyapti. Xudo xolasa ularga ham qilib beradi. Arzonroq so'ragan obunachilarga ham arzon bo'ladi. Arzonroq. Haligi nimaga bu qimmat deganlarga arzonini bir qator e'tibor berib turasizlar. Taylari esa sondiq, fonli laminat bo'ladi. Dispi emas, taylari ham laminat. Bunimiz ham 4 ta tabretkasi stoli ichida. Bunimizni nimaga u 3 million 300 ming so'm bu arzon desangiz, bu 3 bo'ladi, do'stlar. Qaranglar, e'tibor beringlar razmeriga bu yerda. Ishlatilgan qo'l bolish, masalan, bunda qo'l bolish yo'q. Bular desa mana bu qo'l bolishlari, buni jicha mehnati ham ko'proq, narsasi ham jicha kuchliroq bo'ladi bularkini, do'stlar. Xo'p, qaranglar. Xo'p, bunimiz razmeri necha aka? Bu 60 ga 2,5 joyga tushadi. Bu taylari sondolik bemalol ichga chiqib yuraveradi. Do'stlar, qarang, 80 kilo, 90 kilo hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi, do'stlar. Achakasi ham yaxshidan qo'yilgan 19 floti, yaxshi masalan. 19 rossiyskiy paralon bo'ladi, do'stlar. Anaqa oshxonalar, gondiylar, chiroyli narsalar qo'yilgan. To'liq, hali eda ikkita, beti bitta emas. Xudo xolsa to'liq yaxshidan bo'ladi, do'stlar. Bunimiz narxini necha pulga berasiz aka? 2 million 300 ming so'm Andijonda qayergacha yetkazib beramiz. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Hali bitta seriya ekan desa, bitta seriya emas. Xohlagan rangingizdan, uka, menga mana rang yoqdi deysizda, ana rangdan 3 kun, 4 kunda uyingizda o'rnatib qo'yib chiqatishadi, do'stlar. 3 million 300 ming so'm va 2 million 300 ming so'm, do'stlar. To'rtta tumbasa stollar ichida kampli, xohlang korishnevisdan, xohlang bu ot seriyasidan, xohlang bunaqa materialligidan. Do'stlar, yumshoq haligi nima desam bo'ladi, meddizi temirgan, xudo xolasa maza qilib o'tiradigan material, do'stlar. Xohlang bunaqa to'q seriyasidan qo'l bolishlariga alohida bitta tema, do'stlar. Xudo xolasa belar esa NDF'ni bo'ladi, krashimni. Xo'p, xudo xolasa pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Undan tashqari esa menga Chester deganlariga, bunimiz esa Chester uguloy bo'ladi. Bunimiz ham 4 bo'lak bo'ladi. Buni razmeri necha avaz aka? 180 ga 260 joyga. Xo'p, 180 ga 260, buniki ham 4 ta tabretka, bitta stoli bor. 10 ta odamingiz bemalol kuzatasiz. Bularimiz ham qo'l bolishli bo'ladi. Orqalari esa xo'p yaxshisidan bunimiz ham pampers prujina bo'ladi. Bunimiz ham 4 bo'lak, uyingizni to'ra burchagiga aylanib, yosh bolangiz ham yadamaqa jildirib, xudosi bemalol qiylanmaydi. Xohlang ot seriya, xohlang to'q seriya, xohlang bunaqa qorasidan bo'ladi, do'stlar. Kolasini ham bonusga qo'shib beraman, deyapti, do'stlar. Pastda nomerlar bor, video yoqqan bo'lsa, shunaqa mebel ushlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, do'stlar. Pastda nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Andijon 1-qo'l ustakamizdan bo'lyapti. Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustunovkalarni besplatni, boshqa viloyatlarga esa arzonroq shopir gaplashib beraman yoki kelishilgan holda o'rtada ham qilib beraman, deyapti, do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz.